Bu qandaq ish? U havoda laylab turdi-ku. Qaraganda u o'shidan ketgan o'xshaydi. Tezdan uni chirolayli. Dedi Ahmet. Qanday yursa, yo biz arg'anchi bo'lmasa, dedim men. Asta, endi qandoq buni tushiramiz? Ya Aysa o'shiga kelmayotidi. Asqar bir amal topsang-chi, dedi Ahmet. Men qanday amal qilaman? deb turishimga qayoqdan turib birining kulgan ovozi anglandi. deb sat qo'rqinchli kulgi ovozi anglandi. Sizlar albatta amal qila olasizlar. Chunki sizlar bir ojiz kibirandi xolos. degan ovoz keldi. Og'zingni yum. Sen kim? Nima ish qilib o'tirlaysan? O'zing chupranda. Bunsoq bo'lsa, oldimga chiqar qani. deb tovladim men. Adash, bu yiliq yeshil ko'zlik arvoh emas-ku, ha? deb chapnimni tortdi olim. Kim bo'lsa bo'lmamdi? Nimda qo'rqatdi? Baribir bu yer so'nib qoldik. Chiqish yo'lini bilmaymiz. Agar shu bo'lib qolsa, nimishqa u bizni boshlab o'tirayotmaydi. Cho'qim uni bizda bir qo'rqishi bor. Nimda? Sendek o'limtiklar mening raqibim bo'lolmaydi. Sen mo'yamni tarbiya etmaydi. deb qoqoqlab kuldi. Arvoh kulgi ovozi orqamizdan kelyotdi. Men asta orqamga o'rildim. Degandek u orqa tarafimizda shag'liq o'rindiqda o'tiradi. Oyam Aysodan bo'lib ketib, bu shag'liq o'rindiqigami diqqat qilmabdiman. Yeshil ko'zlik arvohni bu qitim endi ko'rgan edim. Buni ko'rib mening mutallarim shurkinib ketdi. Uning ichki ko'zidan yeshil iz chiqib turadi. Burularim to'shiklari yo'g'on bo'lib, yuzlari qip-qizil. Eg'izi yo'g'on kalashdek turadi. Qo'rqib tursammi, yana uningni so'rdim. Bizni nima qilmoqchisan? Nima qilmoqchi? Hozir bilib qolasan. U bizga sinchilab qarayotgandan keyin mening asadini o yerda bir sera qutining ichida sen meni osh qutining ichidan ozod qilsanglar, men sizlarni qo'yib etaman. Bo'lmasa hammani bu shu joyda qatl qilib etaman. Qutining ustiga ejderho surati qag'az chaplangan teridek abzon bor. Sen meni qutining ustidagi abzon bitilgan teriga qo'limni kesib, qiynimni eqib, shuningdilla men qutulib chiqa olayman. Bu kunni kutgani bana pek uzun bo'lgan. Sen oxiri kelding. Meni qutuldirsan, do'stlarimni men qo'yib etaman. Nimishqa men o'ltiribla, endi qiynimni uning oqizib, absini bekor qilmadim. Men o qutiga yiqilisha olmayman. Ham sening o'z roziliqing bo'lmasa, men uyg'ona olmayman. Tez bo'l, bo'lmasa do'stlarimni bir-birlab o'ldirma. dedi yeshil ko'zlik arvoh. Olimdan Ahmad bo'lsa, yo'q Asqar adash, sen unda qilsang bo'lmaydi, dedi. Lekin adash, amal yo'q. Sizlar bilan Ayso to'timiz birga kelgan. Cho'qim qaytib chiqamizdak bo'lmaydi, dedi. Ular men qarab, agar u gapida turmasa, yana bizni o'ldiradi. O chog'da biz qanday qilamiz? dedi. Menimcha u gapi turdi adash. Dedimda qutuba taraf qarab ma'di. U ancha yo'g'onmi emas edi. Darvaqa ustida ejderhoning surati tushirilgan bir ko'ni teri podisi bor ekan. Men pichqimni elib qo'limni kesay deb turishimga, "Yo'q, unda qilmadi!" deb voqirgan ovoz keldi. Azizlar, bu asar Abdurning tunji asri bo'lg'achqa, yetarsiz joylari bo'lsa, inkos qilib qo'yishinglarni chin dilimizdan umid qilamiz. Men amni qo'limni kesay deb turishimga, "Yo'q, unda qilmadi!" deb voqirgan ovoz keldi. Men darhol ovoz chiqqan tarafga qardim.
biz kirgan zal tarafdan Aysa hozirab degidek yugurib kirdi. Men darhol boya Aysa'nın laylab turgan holatini esladim. U boyatigi to'g'risi hushsiz holatda laylab turadi-ku. Men beshimni ko'tarib ustiga qaradim. Ustida haqiqatan Aysa laylab turadi. Bu qanaqa ish? Aysa ish ko'p qoldi-ku. Qarasam, olimdan Ahmadmi og'zini echib qolgan edi. Birda to'risqan, birda pastga Aysa qarab turadi. Bu ikkisidan qaysi haqiqiy Aysadir? Dedi ular bir-biriga qarashib. Pastda bizning hangdan qolganimizni ko'rgan Aysa: "Bu yolg'on adash, hammasi ash arvohning o'yini. Qo'lini kesma, bo'lmasa uni yerda qo'ygan bo'lsa, u sendan foydalanyapti." dedi. Men bo'lsam, bu reallikni texicha qabul qila olmay turardim. Mumkin emas. Mumkin emas. Deganimcha turardim. Aysa bo'lsa, "Asqar adash, tez bo'l, ma'ayli!" deb vaqirayotdi. Bu joqda yeshil ko'z targ'azab bilan yerdagi Aysaga qartib, ko'zidan yeshil nur chiqarib, uningga otdi. Aysa mo jaqoliq bilan o'zincha kelib, yenidan pichoqni chiqarib arvohga otdi. Arvoh mo darhol yo'qolib ketdi. Birdamda Aysaning oldidan paydo bo'ldi. Aysaning kelidan siqib osmon ko'tardi. Bir qo'li bilan ko'targach, "Sen nereden paydo bo'ldi? Hamma ishimni yo'q qildi." dedi. Aysa bo'lsa futlarni tepchaklab, ko'zlari poltib chiqishga boshladi. Men mo'shichada ozroq esimga keldimda, arvoh aytildi. Ahmadmi qo'ldagi pichoqni shildigancha, "Adamni uni qo'yvat!" deb vaqadi. Biz berib arvohning pichoqni shundoq shilchimizga, u Aysani yiroqlarga cho'rayotib, "Sen meni hech qanday qila olmaysan" dedi. "Ha, shundoqmi?" dedi biri. Lekin bu ovozning nereden kelganligini hech kim bilmagan edi. Arvohmi u yoq bu yoq qarayotib, kimning ovozi kelganligini bilmagan edi. U yana bizga shundoq aytilishiga koridordan bir qilich uchib kirib, yerga g'o'z qalibla qatlab qoldi. "Yeshil ko'zlik arvoh, ularni mana men qutuldiraman" degan ovoz bilan sirtdan qariqash, soqollari o'sib ketgan, sochlari salva bir odam kirib keldi. Yeshil arvoh eg'iz ochdi. Lekin u qirmini 600 yil oldida o'qitib balet qilyapti. Shu chog'da ruhimni ilib qochmagan bo'lsam, bu gaplicha osh qutini yoqqan bo'lardi. O'tgan qitimni qizil arvohni o'ldirib deganda, sen paydo bo'lib ishimni buzdi. Bu qitim sen zoti nima qilmoqchi? deb to'ldi. Eliq kishi birdam turayotgandan keyin, "Men har vaqt seni to'siman. Chunki meni avliyo bu qabrini qo'g'dashga qo'ygan. Men cho'qim vazifamni jinimdan ustun qo'yishim kerak. Bilaman, sana kelsak, seni cho'qim o'ldiraman. Lekin hozir emas. Nimaga qarab tursizlar? Ma'lumsizlar?" deb vaqirdi. Bizmi darhol uning vaqirishidan esimizni yig'ib, Aysani yo'lab biz kirgan to'nkir yog'ziga qarab oldik. Aysa bo'lsa basirab orom qolgan edi. Arvoh uning kelini faqat siqatgan bo'lsa kerak, u texicha asli kep bo'lolmagan edi. Biz zaldan chiqay deganda yeshil ko'zlik arvoh, "Masalani unda oson qo'yayotmayman" deb vaqadi va qattiq birini o'kirdi. Bu chog'da eliqi qo'g'dug'ichi qilichni yerdan elib bir maydon jangga tayyorlandi va "Tez qochinglar!" dedi. Biz oldimizga bir necha qadam elib bo'lguncha oldimizdan shundoq bat-bashira 13 iskelet olvasilar qo'llarida nayz ko'targancha oldimizga kelib o'tadi. Biz asta-asta qadamlarimiz bilan chekindik. Buni ko'rgan qo'g'dug'ichi, "Ularni urunglar! Qo'linglarga qo'ral bilan ularni peshiga urunglar!" deb to'ldi. Nima deyapsa? Ularning qo'lida sabli qilish nayzi bor tursa, ular bilan qanday jang qila olamiz? O'ylashib kep qilmamsa. Men bo'lsam Ahmadning beshigan shaploqlan birini urib,
O ablah, undaq bo'lsa ularni o'ltirishni saqlab turamiz ha? Tez bo'l. Aysanam pichqi, ana aviya ekan. Aysani aviyaga yetkazib qo'y. Ular bilan jang qilayli. Dedi. Olim Aysani yerga yetkazib qo'yiblar, skidlarga o'zini otdi. Men bu nima ko'rsam ko'ray, deblar ularga o'zimni otdi. Bu skidlarning harakati intayin ostiga. Biz ulardan oz bo'lgan bilan, lekin yordamda ularning peshiga pichoq selib yoki tip degandek usullar bilan ustunlikni egallagan edi. Bu vaqtda yeshil arvoh bilan qo'dg'ichi allburun jang boshlab ketgan edi. Biz elishgan bu skitlarning peshiga pichoq solsak, ular shu hamon o'tqa aylanib yo'qolib ketadi. Pichoq tayinganlarni bo'lsa, mush peshvo bilan selib yordamda ularni yo'qotdi. Qiziq yeri, bu skitlarning boshqa yerlari pichoq tegsa, yeshning bo'lmaydi ekan. Bir necha skitlarning beshi yerda dumlab yuradi. Ular bo'lsa beshini izlab u yoqqa ost qadamlar bilan menib yursa, balki ularning beshi bo'lsa nimalarnidir so'zlab, "Bedeni, sen zaten nerede? Tezden meni bedenimga ilib qo'y. Bedenim, bedenim. Mayak tarafga, mayak tarafga." deb yumlab o'tadi. Men darhol yerdagi ularning qilichini elib, har birining beshiga birdan urib, ularni chepishga boshladim. Oxiri skritlam yo'qib ketdi. Ayson qarsam, u mixin yaxshi qolgan chig'i o'rnida turib o'tadi. Biz qo'g'dug'uchi qarsak, u oziq yaralangandek qiladi. Lekin yeshil ko'zlik arvoh uningga urgan qilichning birisimi uni tegmay o'tadi. Men qo'g'dug'uchi qarab, "Qanday uni yo'qotib desammi?" "Yo'q. Buning qizillik arvohning amoli bor. Ayson, sen ularni boshlab meni turarg'imi bag'in? Men birdamda kelib boraman." deb varqirdi. Aysanmi? "Ha, bo'ldi. Menga aytmanglar." Bizmi uning aytishmadik. Hamda boyi biz kirgan koridorga qarab ma'gan edik. Men yeshimni tushunmagan qiyofatda Aysadan so'radim. "Aysa, bu sen qandoq bo'lib?" deb gapimning oxirini bo'la olmaylar. "Qolgan gapni yaxtarcha yapagan deyshadi adash." dedi. Biz meni boya yildan ko'rgan yerga keldik. U yildan hozirmi ochiq joyida kus qilgancha turadi. Aysa berib koridorning temining bir tarafiga qo'lini shundoq tiqib, yana cho'notdiki oxirini tashdan birini oldi. Va tashga qarab bir narsalarni dedi. Birdan tash qizil nur chiqishga boshladi. Tashni tam o'tkazgan edi, tomdan ishkadan patqudek bir eshik chiqdi. Ondan Aysa bizga qarab, "Qani kiranglar." Ahmadning ko'zi tegicha yilon dedi. Adash Aysa, bu yilon odam chiqmaydiganda ha? Aysa bo'lsa Ahmadga qarab qo'yib, "Yo'q, xotirjam bo'l adash. Bu yilon odam chiqmaydi ekan. Bu faqat xabarchi. Bu yerdan kimlar o'tdi, nimalar keldi degandek, shularni qo'dg'ichi yetkazib bergan xolos." deb javob berdi. Men Aysaga qarab, "Ey, sen bu yerning ishlarini necha to'liq bilib ekansan-ku. Bu qanday ish? Bizga bir qoyil qilirlik javob bersan-chi adash?" dedim. Aysa bo'lsa bizga qarab qo'yib, "Avval ishga kirayli adash. Onun keyin deyshadi, bo'landi." dedi. Men ma'qul degan ma'noda beshimni ochib qo'yib ishga kirdim. Keyindan Ahmad olimlar kirdi. Aysa ishga kirib bo'lib bir narsani o'qib, yeliq xuristonni tam o'qib qo'ydi. Shu on qaraslab eshik yopildi. Men ishga kirib bu atrofga o'zi ko'rdim. Bu bir qiziq uyga o'xshab qoladi. Lekin buning kichik bir qabr ekanligini bir qarab bilib olgan bo'ladi. Ishchi zaypurab ketibdi. Ahmad Aysaga qarab, "Adash, bu yerda yigidek bir enas bormidi? Ben qo'sqim ichib ketdi." Men Ahmadga sadbirni olayotgan ekan. "Ey, kallisini ketgan saron. Qaysi qabrning ichida bir son yedanas qo'yib qo'ydi. Bo'g'an taqdirdimi? Chashqalarni san ashamda? Kalam ne şeydi seninki?" dedim ben. "Meni nimaga tilaysa? Men yaxshi ko'nglim bilan degan tursam. Gap qilmasam oqshamda yoqi, yeli tepsan, yeli urasan, yo tilaysan, gaping bo'lsa ochiq qil."
deb man varqadi. Men bununğa "O makuyne, anangni bek ökresan-qo" deb Ahmet qardı. Bu qitim onun açığı haqiqatan keldimi bilmedi. Anamni tishlab tatsan-ku, kila bo'lsin bo'lsa.